Bugungi sizlar bilan ko'rayotgan loyihamiz umumiy 6 sotixni egallaydi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Mehroj. Loyihamizning umumiy o'lchami esa fasad qismi 15 metr 60 sm, eniga esa 12,5 metrdan tashkil topgan. Bu loyihamiz joylashtirilishi uchun sizda fasad qismi 18 metr 80 sm, agarda juda joy topolmasangiz 18 metr, uzunasiga esa 32 metr yer maydoni kerak bo'ladi. Yaxlitlab aytganda umumiy 6 sotixli yer maydoni bo'lsa yetarli darajada hisoblanadi. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun video ostida like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videomiz manfaatli bo'lishligi uchun qolganlarga ham ulashib qo'ying. Bu YouTube algoritmida bizni yana ham yuqoriroq pog'onaga olib chiqadi va biz ijodimizni mana shunday davom ettirishimizga yordam beradi. Bizni Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarimiz esa pastda opisaniyada qoldirib ketilgan. Endi esa loyihamizga qaytamiz. Loyihamiz umumiy 2 qavatdan iborat bo'lib, klassika uslubida loyihalab o'tilgan. Loyihamizning birinchi qavatida bitta mehmonxona, kattagina hol qismi, bitta oshxona, bitta yotoqxona hamda bitta kattagina sanuzel joylashtirib ketilgan. Ikkinchi qavatida esa 4 ta yotoqxona, 2 ta sanuzel, kattagina hol qismi mavjud. Bundan tashqari loyihamizni betakror balkon qismi va qo'shimchasiga old tarafda naves qismlari ham joylashtirib ketilgan. Endi esa videomizni siz bilan batafsilroq ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. Darvoqe yana bitta narsa, mana shu loyihamizning to'liq o'lchamlari, ketadigan rasxod materiallari sizga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali mana shu ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Loyihamizni aytib o'tganimizdek, fasad qismi 18 metr 80 sm ga teng va ko'cha tomonda 3 metrga yaqin yashil maydoni qoldirib ketilgan. Uyimizga kirish eshigi ikkita, birinchisi chap tarafda, ikkinchisi esa o'rtada qoldirib ketilgan. O'rtada kalitkамizdan ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda kattagina naves qismimiz borligini ko'rib turibsiz. Chap tarafdagi darvozamizdan ichkariga kirganimizda 3 ta mashina qo'yish uchun yetarli maydon mavjud. O'ng tomonda esa yozgi oshxonani joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Lekin biz chorpoya qo'yib ketganmiz. Buning sababi esa yer maydoni aslida bundan 2 barobar katta. Axir bu loyihamiz Surxondaryo uchun mo'ljallab o'tilgan va yozgi oshxona, hojatxona qismlarini uchastkaning qolgan qismiga, aniqrog'i o'ng tomonda joylashtirish niyati bor uy egasining. Biz esa hovlimizni bir burchagiga mana shunday chiroyligina loyihani mo'ljallab ketganmiz. 2 qavatli zdaniyamizning o'lchamini aytib o'tdik. Fasad qismi 15 metr 60 sm. Bu binomizning 2 yon tarafida ham qo'shimcha yana orqaga o'tish uchun joylar qoldirib ketilgan. Buning hammasi 18 metr 80 sm ga joylashtirib ketilgan. Endi esa eshigimizni ichkari tomon yuramiz. O'rtada bizni asosiy uyimizga kirish eshigi qoldirib ketilgan. Oldida esa chiroyli zinalari joylashtirib ketilgan. Oyoq kiyimlarni yechganda ustidan nam tushmasligi uchun bizni balkon qismimiz to'sib turadi albatta. Eshigimizdan ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizni kattagina holimiz qarshi oladi. Holimizga kiraverishda esa chap tarafda ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun zinamiz mavjud. O'ng tomonda esa bizni oshxona qismimiz qoldirib ketilgan. Oshxonamiz ham yetarli darajada keng va bu oshxonamizning derazalari uyimizning old tarafiga qaratib ketilgan. Oshxonamizning orqa tomonida esa 2 ta eshigimiz mavjud. Birinchi eshigimiz bizni sanuzelimizga olib kiradi. Sanuzelimiz ham o'z navbatida 2 ta ichma-ich xonadan tashkil topgan. Sanuzelimizning orqa tarafida esa kattalar uchun alohida kattagina yotoqxona, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi qoldirib ketilgan va bu yotoqxonamizning derazasi uyimizning orqa tarafiga mo'ljallab ketilgan do'stlar. Uyimizning ichki dizaynini shunchaki tushuncha bo'lish uchun to'ldirib o'tdik. Agarda sizga qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, ichki dizayn xizmatlarimiz biz bilan bog'lanishingiz mumkin va biz sizlarga namuna ko'rsatsak bo'ladi. Eng so'nggi xonamiz esa birinchi qavatdagi bu bizning mehmonxona qismimiz va xuddi mana shunday kattalikka ega do'stlar. Endi esa ikkinchi qavatimizga qarab yurishimizni boshlaymiz. Mana shu holda butun oilaviy vaqtni o'tkazsa bo'ladi deb bemalol ayta olaman. Yaqin qarindoshlar kelganda ham mana shu joydan foydalansak bo'ladi.
Bu holimiz anchagina katta va holimiz bevosita ikkinchi qavat bilan ham bog'lanib ketgan. Agarda pastda kattalar yashaydigan bo'lsa, ya'ni nuroniylar yashaydigan bo'lsa, kelin kuyovni chaqirish yana ham osonlashadi, chunki bizni bu yerda to'sib turadigan joy kamroq hisoblanadi. Bu yerdan baqirsa bemalol ikkinchi qavatimizga eshitiladi. Zinamizdan ikkinchi qavatimizga tomon ko'tarilamiz va chiqamiz. Yuqoriga chiqqanimizdan so'ng chap tarafdagi birinchi eshigimiz ham yotoqxonaga tegishli. Biz buni bolalar yoki ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida tanlab olsak bo'ladi. Bu yotoqxonamizning yon tarafida ham bolalar uchun alohida mo'ljallab ketilgan yotoqxona qismimiz mavjud. Bolalar yotoqxonasining derazlari uyimizning orqa tarafiga qaratib o'tilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Eng so'nggi xonamiz mana shu qatordagi, bu ham kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'lib, bu yotoqxonaning ichida ham o'zining alohida sanuzeli qoldirib ketilgan. Albatta, ota-onalar yotoqxonasi qo'shimcha sanuzel bo'lganligi foydadan xoli qilmaydi deb o'ylayman. Va xonamizdan qaytib chiqamiz. Bu xonamizning yon tarafida esa umumiy sanuzelimiz mavjud bo'lib, bu ikkinchi qavatimiz uchun to'liq xizmat qila oladi. Va sanuzelimizning yon tarafida, ya'ni o'ng tarafdagi eng so'nggi xonamiz esa bolalar yotoqxonasiga tegishli va bu yotoqxonamizning ham derazasi uyimizning old tarafiga qaratib ketilgan. Endi esa xuddi mana shu joyda muhim uyimizning parametrlarini aytib o'tamiz. Birinchi kirgan mehmonxonamizning umumiy kvadraturasi 42 metr kvadratni tashkil qiladi. Oshxonamizniki esa 22,5 metr kvadrat. Yotoqxonalarimiz esa umumiy 18 kvadratdan 23 kvadratgacha ikkinchi qavatimizdagi yotoqxonalarimizning maydoni bo'lsa, birinchi qavatdagi yotoqxonamiz esa anchagina keng, aniqrog'i 22,5 metr kvadratdan iborat. Holimiz ham anchagina katta. Masalan, birinchi qavatdagi holimizni aytadigan bo'lsak, 64 kvadrat, ikkinchi qavatdagi mana shu holimiz esa 42 metr kvadratdan iborat. Xuddi mana shunday qilib qisqacha hammasini tushuntirib o'tdim. Razmerlarni bermasak-da, uyimizning kvadraturalarini tushuntirib o'tdik. Eng oxirida qolgan joyimiz esa bizning balkon qismimiz hisoblanadi. Mana bu yerga bitta stulchani qo'yib, kofe ichib, shunchaki toza havodan nafas olsangiz, kun davomidagi charchoqlar va stresslar bir zumda chiqib ketadi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Va xuddi mana shu joyda men bugungi obzorimni yakunlayman. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Mehroj va quruvchi o'z jamoasi bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Kanalimizda agar yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Like bosing va do'stlarga ham ulashing. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.